Mayli, savolga qaytamiz. Qishloqi masalasida oxirgi paytlarda men o'zimni ismim nimaligi haqidagi savoldan ham ko'proq qishloqi kim degan savolni ko'proq eshityapman. Va bu savolga hozir men to'liq qilib javob bermoqchiman. Shuning vaqtdan beri artefakt men edim. To'g'rimi? Mana men hozir sizlarga o'zimni ko'rsatdim va to'g'ridan tushunishingiz mumkin. Men o'sha artefaktman. Qishloqqa keladigan bo'lsak, qishloqqa esa u ham men edim. Tushunyapsizlarmi? Shuncha vaqtdan beri qishloqqa va artefakt bitta odam edi. Umid qilamanki, hafsalangiz bir bo'ladi.